Assalomu alaykum hurmatli Jak Qo'qon ashaddiy muxlislari va obunachilarimiz va albatta mijozlarimiz. Bugungi obzorimizda ko'rib turganlaringdek juda ham chiroyli Jak J7 modeli ko'p videolarga tushgan va asosiysi Maserati'ni eslatib turguvchi juda ham chiroyli abisovkalar va LED faralar. Ko'pchilik bu J7 da tumanka qismi mavjud emas ekan, tumankalarda qiynaladi degan mijozlarimiz, klientlarimiz uchun bu ko'rib turganlaringiz LED faralar bilan jihozlangan. Bu LED faralar tumankalarda yurganingizda juda ham sizga qulaylik beradi va bekorga ikkitadan danni bilishniga ham ikkitadan lupa qo'ymagan. Sababi ham shu, tumanlarda qiynalmaslik uchun, qorong'u yo'llarda qiynalmaslik uchun ikkitadan lupalarni qo'yib ketgan. Xo'p, bunda ko'rib turganlaringdek 360 ga joy tashlab ketilgan ekan, lekin 360 gradusi yo'q ekan. Jak J7 modelining narxi, ya'ni Jak Qo'qon, ya'ni China Motors Qo'qon filialida 245 million so'm. Albatta kesalaring 1-2 so'm tushib beradigan joyi bor. Xudo xolasa savdolashsa bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganlaringdek Jak o'zini logolari va qalin materialdan ishlangan albatta. Endi buni ko'p nima qilib o'tirmaymiz, obzor qilmaymiz, chunki nima desalaring, juda ko'p blogerlar, juda ko'p filial menejerlari juda ko'p marta obzor qilgan. Biz qisqa va lo'nda qilamiz. Xo'p, baloniga keladigan bo'lsak, 17 dyumli balonlar, o'zini quyma diskalari bilan ABS, EBD, umni tormojeniya bormikan? Umni tormojeniya bularda bo'lmasa kerak. Xo'p, buni nimasi qani? Kalit qani? Xo'p, hozir do'stlar ko'rib turganlaringizdek juda ham chiroyli ochiladi. Mana juda ham chiroyli. Xo'p, beskiluvchovoyimiz bor. Hop, lukimiz albatta mavjud. Hop, salonga keladigan bo'lsak, hop, bismillah. Kim o'tiradi bunda? O'zini pastlatadigan. Menga o'xshagan katta odamlar, bolalar uchun. Mana. Hop, saloniga keladigan bo'lsak, обычный. Hop, asosiy sportivniy ekan. Hop, yumshoq koja, aquaprint. Hop, deflektorlar, bardachoklari, hop, plastmassa, koja, aquaprint. Bunda xolodilnik yo'q, bunda xolodilnik yo'q, prostoy. Hop, cruise control, multimedia, 3 xil rejim, eco comfort, sport. Расходы. Buni eng menga yoqqan tarafi shuki, расходы. Hop, kilometriga 7 ta yozgan, 7.5 ta kitobda yozgan, lekin klientlarimiz 6.5 litr. 6.5 litr shahar ichida minib yuribdi. Danliga aytsam kulasizlar. Buni Jak J7 haydaydiganlar bilan bir maslahat qilsalaring, danliga 5 litr, 5.5 litr расход qilyapti. Buni men aytganim yo'q, klientlarimiz o'zi kelib, klientlarimiz bilan gaplashilgan holda aytishyapti. Xo'p, bularda stiklopodъемniklar, детский rejim ham bor ekan. Markaziy blokirovka, oynalardagi bor. Xo'p, buyoqqa keladigan bo'lsa, aquaprint, koja. Hop, tepasi plastmassa. Hop, luk mavjud. Hop, chiroqlari va asosiysi ashga qo'yadigan asosiy chirog'i ham bor ekan. Hop,
Sedinasiga keladigan bo'lsak, Sedina istadim sovutadimi degan mijozlarimiz, klientlarimiz, obunachalarimizga Sedina sovib isimaydi. Lekin perforatsiyali, terlatmaydi. Endi asosiysi bu sal sportivniyroq ishlangan. O'shani hisobiga sedinalarni ham ko'rib tursiz, sportivniy ishlangan. Lekin yumshoq, hali qattiq jo'ski emas. O'tirganimni sirasi bildim. Hop, bag'da avtoxold, ruchnoy bu nimada kerak bo'ladi? Galilotda kerak bo'ladi. Bu nimalar? Avrenka, start stop, kulchovoy. Avtoxold misol mashina D holatda turgan bo'lsa, siz svetoforga to'xtadingizda bitta tormozni ezib qo'yasizda, avtoxoldga solingan bo'lsa, mashina D'da turaveradi. Tormoz ezib turishi shart emas. Hali Equinox, Malibularda misol bitta tormozni esa o'chadi-ku, bunda o'chmaydi, prosta o'sha D holatda avtomatik tormozda turaveradi mashina, blokirovka bo'lib turaveradi. Gazni yesangiz blokirovkadan chiqib ketaveradi mashina. Xo'p, endi mana qaranglar. Hozir mana shu holat menga udobniy. Endi orqa qismiga o'tib ko'ramiz, kengligini ko'ramiz. Va albatta peshalkalari ham mavjud ekan. Mana ko'rsatib o'ting, peshalkalar, kolonkalar. Bu ham akustikani yaxshi beradi. Lekin bunda besprovodnoy yo'q ekan. Besprovodnoy USB portlari bor ekan. 12 vatli bor, 120 vatli ham bor ekan. Yaxshi. Endi bunda do'stlar asosiy joylariga ishlagan. Ja unaqa nima taraflama nima deydi? Baribir JackJS 6 chali ko'p funksiyalariga ishlamagan. Sababi endi byudjetli variant bo'lgani uchun asosiy sideniya, torpedalar, keyin rul, cruise control, multimedia, 3 xil rejim, endi avtoxold shularga ishlab qo'ygan. Asosiy kerak bo'ladigan narsalar. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, hop. Hop, orqa qismi mana bu ham 1.83 aytib o'tganimdek. Mana. Agar bunday o'tirsam, shu bir barmoqchalik joy. Bunday o'tirsam tegib qoladi. Endi sal trap o'tirilmaydi-yu. Chiroyli. Endi mana Cobaltlarda orqaga o'tirsam, Cobaltlarda tegadi boshim. Bu boshim yaxshi. Lekin 10X da ancha komfort. 10X ga solishtirmaylar buni. Keyin. Mana shu narsa ham kerak. Biznes klassga. Hop, arqa deflektorlari ham bor ekan. Hop, USB port qo'ygan. Endi shu arqada ham peshalka, stiklopodъемniklar, plastmassa, aquaprint, koja. Hop, airbaglari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta airbag mavjud ekan, do'stlar. Endi bitta to'liq ocha olmayotganim sababi stul bor, o'shani hisobiga sal yarim ochgan holatda chiqyapman. Hop, arqa kuzovga keladigan bo'lsak, ko'rganlaringdek mono qosh. Bir xilgilar mono qosh deydi, bir xilgilar linza qosh deydi. Kim qanaqa aytadi? Hop. Bagaji asosiy fishkalardan biri bagaji. Kami 450-500 litr. Hop. Buni bitta dardi propan. Propanni olasiz, qo'yasiz, tamom. Yotib ko'rsataymi ichiga? Nima deysiz?
Hop. Do'stlar, mana bemalol ko'rib turganlaringdek. Endi bu yotib ketish neudobniyu, bir charchab netib qolsa, bemalol yonboshlab olsa bo'ladi. Ha? Orqagami? Mana holat. Yo, men 180 sig'mas ekan, 183. Ulug'bek? 183 sig'mas ekan. No, 170, 175 oralig'idagi odam sig'adi. Hop, faralari bu yerda ham chiroqlari bor ekan, salon chiroqlari. Yaxshi, zo'r. Mana qiynadingizda ancha, Ulug'bek, mana qiynadingiz, katta odamni qiynadingiz. Buni hammasi obunachilar kuzatuvchilar uchun. Ha, Ko'rsatish kerak, qanaqa qulayliklar borligi. shunaqa. Shuni ham mehnatingizga qaranglar, obuna bosib qo'yganlar bor-da. Endi xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Hop. Do'stlar, endi men ochig'ini aytib o'tyapman. Misol, mana ko'rdilaring, yotib ko'rdim. Men 183 bo'lsam, o zo'r ekan, bemalol bunaqa ekan deganim yo'q. Shu bemalol 170, 175 oralig'idagi odam sig'ar ekan. Bir cho'zilib, uzoq yo'lga chiqsa, cho'zilib ketadigan odam. Hop. Eshiklar yopilishi ham mana. 3 pog'onali, 1, 2, 3 va ancha og'ir. Mana o'zi qavatini ham ko'ryapsizlar. 1 2 qavatli, qalinligi где-то bir 10 santi. Bor. Endi mashinani boricha ko'rsatib o'tdik. Biz endi bu videomiz ham shundan iborat, ya'ni blogimiz ham shundan iborat. Mashinani boricha minus taraflarini aytib, plus taraflarini aytib o'tib ketish. Endi ko'rdilaring. Xudo xolasa kesalaring. Buni asosiy bizga xalqqa yoqqani hop ekonom tarafligi, ya'ni benzin rasxod pastligi. Hop buni motoriga keladigan bo'lsa 1.5 turbina donus motor. Hop, ya'ni donus motor deganda любой usta tushunadi, muammosi yo'q. Imminisi servis xizmatiga misol garantiyadan chiqqan taqdirda ham imminni servis xizmatiga olib borish shart emas. Любой usta tushunadi bu motoriga. Bir gap bilan aytganda kaprizli motor emas. Bir xil mashinalarga o'xshaydi. Hop. Buni ot kuchiga keladigan bo'lsak, buni ot kuchi 135 ta ot kuchi. Tortishlari o'ta zo'r. Tortishlarni ham bir ko'rsataylikmi, nima deysiz, Ulug'bek? Keyingi videoda ko'rsatamiz. Ya hozirgi videoda ko'rsatamiz. Nima deysiz? Ketdik. Faqat obunachilarim uchun. Obunachilarim uchun. Ko'rib turibsizlar, bu hali uzilgani yo'q montaj. Hamma yo'q, real, ochiq. Tashqaridan ikkita qora bayramimiz bor ekan. Ay, tashqarida mana ko'rsating, ikkita qora vayr tayyor turibdi. Hali aka-ukalar vashi bir xil qilib olsa ham maza qilib minadi. To'xtab turingchi. Ishqilib qolib ketmasak bu. Mana ko'rib turganlaringdek, hop, elektronika rul. Mashinacha qizib olish kerak. Где-то bir 1 minut qizib olsa, mashina o'zini yaxshi his qiladi, motoriga kuch kelmaydi. Mana shuni ham yodda tutinglar. Hop, luklari.
Qo'lni chiqarib olib ketaverasizlar. Xo'p, akustikasi. Это меня не покидает. Ты именно та не поделка из Китая. Ketdi bo'lmasa. Счастье исправляет. Это не стена, но история простая. Ты, похоже, уже там. Но я все еще здесь. Вообще, кайф. Превращаюсь в стекло, отражающее твой свет. Забери меня куда-то вдаль. Подожди меня еще чуть-чуть. Только ты расплавишь мою сталь. Не давай медленно тонуть. Это будет самый лучший день. Моя музыка полна тобой. Непонятно все до запятой. Я верю в чудеса. Слышу все голоса. Они смеются, а ты бой. Nima deyapti? Я верю в чудеса, слышу все голоса. Они Maza. смеются, а ты бой, той со мной. Buni ashshenasini kelib minib ko'rsalaring keyin bilasizlar. Endi tezlikda oling. Знаешь, ты ко мне ты пролетаешь. Ketdi. Между капель дождя по селе руки сжав, разорвать таких сансар круг. Забери меня куда-то вдаль. Подожди меня еще чуть-чуть. Только ты расплавишь мою сталь. Не давай медленно тонуть. Это будет самый лучший день. Моя музыка полна тобой. Непонятно все до запятой. Я верю в чудеса. Слышу все голоса. Они Birpasda 130-140 chiqib olasizlar. Endi 6 soniya, 7 soniya deyilmaydi-yu, где-то 8-9 soniyada o'zi 100 dan balandda bo'lasizlar. Bemalol 1.5 atmosferniy bo'lamiz. Jentilar necha bo'ladi? 1.5 atmosfer bo'ldi. 1.5 atmosferniylarni bemalol olib qo'yadi. Do'stlar, ko'rdilaring, mashinani o'zini tutishi, o'zini tezligi ko'rsatdi. Endi maksimum undan ham o'tkazsa bo'ladi, lekin o'zimizning mashina emas. Hop, avtosalon, baribir yangi mashina, endi baribir qo'rqish bor boshqa. Hop, bir gap bilan aytganda, bizni blogimiz yana va yana qaytarib aytaman, bor real narsani aytamiz. Borini bor, yo'g'ini yo'q. Xudo xolasa obzorlarimizni ko'rib boringlar. Bundan ham qiziq, bundan ham real. Endi iloji boricha biz o'sha ko'chalarda, xudo xolasa mana X200 gruzovoylarimizni yuklatib ko'rsatamiz. Manyovrlarni ko'rsatamiz. O'zini yukda qanaqa tutishi, misol yengil mashinalarimiz o'zini tezligiga chiqqanda qanaqa tutadi o'zini. Shularni real ko'rsatamiz va kamchiliklari va qulayliklarni albatta ko'rsatib boramiz. Jack Ko'kandan uzoqlashmang do'stlar. Xudo xolasa yangicha bundan ham yangi obzorlarimiz chiqadi. Xudo xolasa nimaiki ma'lumotlar kerak bo'lsa pastdagi havolalar orqali telefon nomerlarimizga chiqsalaring bo'ladi. Xudo xolasa sizlar bilan Kaminayu Boburbek.